Bir kuni Arnold Shvarsenegger ijtimoiy tarmoqlarga ko'chada o'z haykali ostida uxlab yotgan suratini joylashtirdi va ushbu suratning ostiga shunday izoh qoldirdi: Men Kaliforniya gubernatori bo'lganimda bu mehmonxonani shaxsan o'zim ochgan edim. Keyin mehmonxona ma'muriyati menga: Arnold, istalgan vaqtda keling, mehmonxonamizda qolish siz uchun bepul deyishgan edi. Gubernatorlikdan ketib mehmonxonaga kelganimda ma'muriyat menga tekinga xona berishdan bosh tortdi va men haykalim ostida uxlashni afzal bildim. Hozir bir haqiqatni aytaman. Muhim lavozimda bo'lganimda meni doim maqtashardi. Bu lavozimdan ketganimda esa meni unutib, va'dalarni bajarmasdilar. Mansabingizga, pulingizga yoki kuchingizga ishonmang. Hech narsa abadiy emas. Shuning uchun yaqinlaringizni qadrlang. Ular bilan birga ko'proq vaqt o'tkazing, degan edi Arnold Shvarsenegger. Mansabingiz oshganda, pulingiz ko'payganda soxta do'stlaringiz ham ko'payib qoladi. Aksincha bo'lsa, sizni g'ajib tashlashga tayyor turishadi. Siz ham shu fikrga qo'shilsangiz, kommentariyada plus belgisini qoldiring va bizga obuna bo'lishni unutmang.